Men de oyun qilma degicha berib cho'ng'indamning qo'yini beqib alsam bo'ldiga o'xshaydi. Ma qiz bola bir kunda 75 ta zopi yo'llabdi. 76-nji kelgan vaqtdan ma do'yin sistemasini yo'llasang bo'lmaydi deb shencha qilib qo'yapti. Shuning bilan darhol chirib bu qizlarninki juyesini ko'rib baqdim. Qarasanglar mana funziri 2 ming baray deb qopti. Shuning bilan bu qizlar 16 ming dona zopi yo'llabdi. Shuning bilan vash sir bu qizlarning qachondan boshlab zo'p ishildi hammani men ko'rib chiqdimda qarasam 2 yil bo'pti qilyotqili. Shuning bilan bu qiz bola 2 yil yo'zi 16 ming dona zo'pi yo'llabdi. Men kunda ishib kes 2 ta zo'pi yo'llayman. Bir kun 2 kun yo'llasam 1 yilda aran 750 ta zo'pi yo'llayman. 2 yilda 1500 ta degan gap. Lekin ma qizlar mening 10 narsam bo'yicha zo'pi yo'lg'il turibdi. Uf, shuning bilan bu qiz bolaninki butun zo'pilar qarab chiqdim yana. Qarab chiqsam, eng yuqori sebebi bir xo'lib ketgan zo'pini 1500 dal yurak. Andan keyin ba'zi 200 dal, 100 dal, 150 dal yurak bor ekan. Lekin 40 dal, 20 dal, 30 dal, 20 dal ashta bosma zo'pi yo'llaribdi. Bir kunda zo'pi yo'llagan qitim soni qarang, eng az yo'llasa 12-kundan 15-kunchi kundagi zo'pini sanab chiqdim. 3 qitim qayta sanab chiqdim. Shundan 45 dal zo'pi yo'llabdi. Ma eng az o'lchamlik zo'pini yo'llash qoidasi ekan. Tushundinglarmi? Shuning bilan do'yin do'koni qarasam, bu qizlarniki 60 ming tal mal setibdi. Bir qo'ydan foydasimi 60 ming qo'y foydaldi degan gap bir do'yinda o'zini bilan bozorga silib 60 ming qo'y pul topdi degan gap. Undan keyin qarasam seri qarini ba'zi zo'pilarda bir kun faqat 3 qitim asad ekan. Unda da jiq asmaydi ekan. Shuning bilan biz unda do'yin qilgan qiyofat kirib olmayli. Ras. Au, mau deb danglab chiqavermayli do'yinga. Şunu deb men do'yin qilmabdiman dedim texe. Shuni buni qarab ketaversam, moyad bir Nurgul Vanxong deb bir xotin bor ekan. Ammo lekin bu ayolmi, mush ayolmish yo'ldosh qizlar o'xshashgan qaranglar. Buni bir kun mush 45 ta zo'pi yo'llabdi. 12 kundan 15 kuni qarasam zo'pinisi 45 ta zo'pi yo'llabdi. Chiqaverdi ekan bu ayol, ammo lekin bunimi funsilsa 200 ming baray deb qopti hozir. Oy, biz nima qilganlar? Ha? Bizning jarimiz jittaq emas-ku. Do'yin qilish biz bilmayotganmiz. Do'yinni haqiqiy qildiganlar boshqa ekan juma. Ko'rib baqsanglar bo'ldi. Cho'nalning o'chqoq o'tqalanglar do'yin qilma degichima. Xo'sh.